Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda PowerShell yoki CMD bilan ishlash shuni ko'rib chiqamiz. Misol uchun bizda CMD command prompt yoki komanda stroka ham deb nomlanadi. Biz ochganimizda mana bunday, ya'ni C diskda user va HP ichida, ya'ni avtomatik ochiladi. Buni endi biz qayerdan ko'rsak bo'ladi? Ya'ni biz qayerda turibmiz? Buning uchun ochamiz, ya'ni C disk users va mana bu yerda mana shu C diskda turibmiz, mana shu HP. Endi biz mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, asosiy kompyuter va C va D disklarimiz bor. D diskga qanday o'tamiz? Shunchaki D qilib 2 nuqta qo'ysak, D diskka o'tdi. Men ko'pincha, ya'ni CMD da emas, ko'proq PowerShell ancha qulay CMD dan ko'ra va ancha tezroq ishlaydi. Shuni ishlatamiz. Mana bunda LC qilsak, ya'ni bu yerdagi fayllar Android, iOS, Azure, Contract hokazo. Endi bu qayerda? Bu C diskni, userni, HP mana bu yerdagi fayllarni mana bu yerda ham terminalda ham bemalol topib ko'rishimiz mumkin. Endi misol uchun bu yerdan chiqaylik. Bu yerda bunday qilsak, ya'ni HP va Postgres va Public deganlarimiz bor. Biz hozir HP ni ichida turibmiz, mana bu yerda. Endi CD qilib 2 nuqta qo'ysak, chiqdik. Ya'ni mana bu yerda user HP degan fayl turgan va HP yo'q bo'ldi. Ana endi bir marta ekran tozalab tashlaymiz va qaytadan buyruqni berib ko'radigan bo'lsak, HP Postgres Public mana bu yerda bir xil. Va yana bitta chiqmoqchimiz. Bu yerda oddiy chiqish va bu yerda terminalda esa ko'radigan bo'lsak, yana o'sha buyruqni beramiz va LC qilib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rinib turgan fayllarimiz bizda terminalda ham ko'rinib turibdi. Bu juda oson, emas. Endi D diskka o'taylik. D diskka o'tdik. Oynani tozalab tashlaymiz va fayllarni ko'ramiz. Turibdi, Android project turibdi, Boot project va bu yerda masalan Android project degan folder shu sanada va shu soatda create qilingan va qolgan fayllarimiz ham turibdi. Endi bu yerdan misol uchun Boot project ustiga bossak, mana bunday, ya'ni bu o'zini diagramdagi ishlarim, ya'ni buni ichiga kirish uchun CD qilamiz biz Boot projectga. Boot va tabni bossak,
bot va tabni bossak, ya'ni o'sha bot so'zi bilan shuni boshlangani uchun, ya'ni avtomatik o'zi topib beradi. Va enterni bosamiz, ya'ni biz bot project degan folderning ichiga tushdik va u yerdan yana ichidagilarni ko'ramiz. Expense to the bot, task and cost degan, media cache bot, ya'ni hamma fayllar turibdi. Kelinglar shu yerga bitta folder yarataylik. Masalan, mkdir buyruq asosan folder, masalan my test. Okay. Mana my test folder turibdi. Uning ichida hech qanaqangi bo'sh joy, ya'ni ichida hech qanaqangi fayl yo'q va uni ichiga ham kiraylik. My qilib turib tabni bossak topib beradi avtomatik. Uni tozalab tashlaymiz va ichidagi ko'rsatgan bo'lsak, bizda bu yer bo'sh va bu yerga mkdir buyruq orqali biz qo'shimcha folderlar qilsak bo'ladi. Mana shu yerda misol uchun ko'raylik, mkdir test degan bitta folder yaratildi. Scroll qiladigan bo'lsak, mana bu test turibdi folder. Birinchi 2026 yil, ya'ni 2026 yilning 1-kunidagi 1-dars edi. Xullas shunaqa. Endi uni faylni o'chirib tashlashimiz uchun bizga qanday buyruq kerak bo'ladi? rmdir degan buyruq bor. rmdir va bizga test. Okay, o'shdi. Endi qaytadan ko'radigan bo'lsak, bizda folder yo'q. Qaytadan qilaylik-da. Xo'sh, qaytadan create bo'ldi. My testning ichida turibdi. Test folder yaratildi, qaytadan yaratildi. Endi qaytadan o'chiradigan bo'lsak, o'chdi. Mana bu yerda ham o'chib ketdi. Ya'ni shularda yana bitta eng asosiy ko'p ishlatiladigan, ya bizga kerakli bo'ladigan bitta buyruqlardan biri get process degan buyruq. Get process bu nima? Xo'sh, get process bizda misol uchun xo'sh, mana Canva turibdi. Mana bu yerda menda Canva dasturini yuklab olganman. Va o'sha shu adres va shu xotirada shu np da ishlab turibdi. Ya'ni mana bu yerda couple degani bor menda. Ya'ni shunaqa. Ya'ni qaysi xizmatlar ishlab turgani. Postgres mana Postgres. Ya'ni shuncha bazani qilgan ekanman. Baza misol uchun Postgres 1756 portda bittasi ishlayapti, keyingisi 7188 va hokazo. Switch out, ya'ni qaysi xizmat, qaysi portda, qaysi joyda ishlayotganligini, xo'sh, jarayonlarni ko'rish uchun shu buyruqdan foydalanishimiz mumkin. Asosan shular. Keyingi darsda ko'rishguncha.